We cannot let the world now slide backwards. Nor can we turn a blind eye to the erosion of human rights. BDT'nin New York'taki baş ştabida davam qilayotgan 2022 yillik qurultayda Amerika prezidenti Joe Baydén Xitoy hukumatini tanqidlab, Uyg'urlar masalasini yana bir qatim tilga olgan. U o'zining nutqida Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi, Tayvan bo'g'zi vaziyati qatorliq ahvollardan so'zlab kelib, Xitoy hukumatining siyosiy, iqtisod va strategiya jihatdagi tahdidlarini tanqidlagan. And yet today in 2022, fundamental freedoms are at risk in every part of our world. From the violations in Xinjiang, detailed recent reports by the Office of UN and U.S. reports detailing by the U.S. High Commissioner. O sözünün ahırda kişilik hukuk biz yetmekçi boğan nişanlarını işe aşırışının asası. Ama onların Şinjan'da demokratiyini himaye kılıqçılar ve asallık milletlerine niminlerini kılıvatkallığı BDT elan kılgan dokulatlar bekme tefsili bayan kılgan dep görsetken. Ma'lum bo'lishcha Amerika-Xitoy munosabati hozir barg'ansiri yemirilish qarab yuzilayotgan bo'lib, Gordon Chang qatorliq bir qism siyosiy analizchilar bu xil yuzilinishni yaqin kelgusida texmo eg'irlaydi deb o'tirg'a qo'ygan edi. God bless you all.